Mashta boradimi? Top qo'ydingizmi deyman-a? Mana rostdan bor ekan. GPS bu, mashinalarga GPS qo'yiladi, o'sha narsani top berishar ekan yoki topadigan apparat ham sotishar ekan. Gap yo'q. Bundan tashqari men mashinani nima qilyapti? Bu mashinaga kamera ustunovka qo'yamiz. Yashirin kamera. Yashirin kamera ustunovka qo'yamiz. Qayerga? Voy, mana soatni o'rniga deydimi? Umuman bilinmaydigan joyiga. Bu narsa nimaga kerak o'zi? Ko'pincha xavfsizlik uchun, asosiy maqsad xavfsizlik uchun. Mashinada har xil holatlar bo'lib qoladi, bilasiz o'zi. Oldi berdi qilganda. Mana shu GPS juda ham kerakli narsa. Ya'ni yaqindagina bitta odam rentkardan mashina olganda, viloyatga olib chiqib ketib sotib yuborgan. Mana shu GPS orqaligina topisha olgan. Mana biz hozir premium maxfiy kamera do'koniga kelganmiz, showroomiga. Juda ko'p xil GPS, maxfiy kamera, maxfiy emas kameralar ham o'zligidan olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari mana shu yana tekshirib berish xizmati ham bor ekan. Tekshirib berish xizmati, mashinaga o'rnatib berish. Xohlagan narsalarga o'rnatib beramiz. Xohlagan narsangizga kamera tasavvur qiling. Dash gugurt qutiga ham o'rnatib berishar ekan. Profilligini qoldiraman, hozir podpisasi tashlab qo'ying-da, mashinangizni tekshirib turib, yaqiningizga tashlab qo'ying. Hamma ovozingizni zapis qilib yoki orqangizga tushib odamlar GPS dan kuzatib yurishgan bo'lishmas. Doim zapal bo'lib yuradigan tanishingizga hozir tashlab qo'ying.